Обзоримizda kislorodная maska для волос Faberlic kompaniyasini maskalari. Bu judayam насыщать qilib beradi sochlarni. Hozir men ochib ko'rsataman. Buni применениесі 3-5 minut sochga surkaladi. Surkalgandan so'ng suv bilan yuvib tashlanadi. Влажный sochlarga ham bo'ladi. Mana sochni yuvib bo'lgandan so'ng на влажные волосы toza sochlarga bu maska применяться qilinadi. Hozir mana ochib ko'rsataman. Bizda mana bunaqa qadoqda keladi. Mana bunaqa plombalari bilan. Bu ham novinka. Tak. Mana bunday qilib ko'targanimizdan so'ng mana bunaqa ochiladi. Plombalari, bu plombani olib tashlanadi. Mana qanaqa gustoy krem. Образный mana juda ham gustoy maska. Mana sochga surkalinadi va 3-5 minut sochlarda turadi. Keyin esa buni maskani смывать qilinadi. Bu glянцевый effekt beriladi, оживлять qiladi sochlarni. Полезный elementlari bor ichida и сглаживать qiladi. Xuddi keratin qilingandaqa поврежденный sochlarni ham yaxshi mustahkamlab beradi.